Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Aegis brendining H80F modeldagi kamerasini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu kameramizda 3 ta obyektiv joylashtirilgan bo'ladi. Kechasi kunduzi rangli tasvirlar olib beradi bu kameramiz va buni eng ajoyib fishkasi shundaki, bu kameramizni mana yozib qo'ygandek 12 karra zoomi bor. Ya'ni 12 marta bitta obyektni yaqinlashtirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bundan tashqari yana ko'plab funksiyalarimiz bor bu kameramizda. 4 megapikselda bo'ladi, ya'ni 2K formatda tasvirga oladi, tunda ham rangli tasvirlar olib beradi va aktivniy signalizatsiyasi ham mavjud bo'ladi. Odam bilan mashinani sun'iy intellekt yordamida ajratib beradi va ложный trevogasi ancha kam bo'ladi bu kameramizda va avtozoom tracking funksiyasi bor. Bu obyektni ko'rganda avtomatik yaqinlashtirib buni sizga va qaysi yo'nalishda ketishiga qarab turib kameramiz obyektivi burilib tasvirga olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va ikkitali standart tasvirga olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bittasi oddiy tasvirda olib tursa, bittasi 4-5 marotaba yaqinlashtirib ko'rsatish tarzida ekranda chiqarib berib turadi. Va o'zingizga kerakli patrul rejimini sozlab olsangiz bo'ladi. 4 ta o'zingizga kerakli основной joyni belgilab qo'yasiz. O'zingiz misol uyingizga hovlingizga qo'ygan bo'lsangiz, 4 ta burchakni belgilab qo'ysangiz bo'ladi, основной точка qilib va o'sha joylarni bemalol kamera burilib zapis qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va yana 24 tagacha, yo'q, adashdim, 12 tagacha o'zingizga kerakli obyektlarni ham belgilab bersangiz bo'ladi va shularni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib va oddiy holatda tasvirga olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kameramiz ovoz yozadi va ovoz chiqaradi. Karnayi ham mavjud va 265 kodekni ham podдержка qiladi va issiqqa, suvga, changdan himoyalangan bo'ladi. 512 gigabaytgacha xotira kartasini qo'ysangiz bo'ladi bu kameraga. Va eng asosiysi, kameramizga 1 yil garantiya beramiz. Hozir qanaqa ko'rinishdaligini, ichidan nimalar chiqishini ko'rib chiqamiz. Bismillah. Xo'p, kameramizning ko'rinishi, dizayni juda ham ajoyib, bejirim qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Linzalari ham bir o'zgacha ko'rinish beradi bu kameramizga. Xo'p, kameramizning komplektidan yana chiqadi. O'zini 12 volt 1 amperli blok pitaniyasi va ulash uchun ketadigan barcha jihozlari mavjud bo'ladi. Hozir men bu kamerani telefonga ulab qanday tasvirga olishini va yaqinlashtirish funksiyalarini batafsil tushuntirib o'taman. Siz kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Kim bu kameradan o'rnatgan bo'lsa, qanaqa sifatda ishlayotganini va Aegis kameralar haqida ma'lumotlarni bilsangiz, bemalol yozib ketishingiz mumkin. Bundan ham qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Shuna qilib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Hozir tasvirga olish jarayonini ham qo'yib beraman. Ko'rib turganingizdek, mana kamerani o'rnatib ham oldik. Mana shu joylarni hozir yaqinlashtirib ko'ramiz. Yo'lning narigi tarafigacha ham hozir 50-60 metr masofa bor. Bu tarafimizga ham 100 metrgacha, o'sha Damas'da ko'rib turgan bo'lsangiz, 100 metrcha masofa bor. Lekin shuni ham nomerini hozir videoda qo'yamiz. Kamerada olish sifatini ko'rib chiqishlaring mumkin. Kamerani tasvirga olish sifatini ko'rishlaring mumkin. Yaqinlashtirganimizda ham tasvir sochilib ketmayapti. Hozir 100 metr uzoqlikda turgan mashinani nomerini ham bemalol ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kameramiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud.